14-iyul Yaponiya matbuotlarida Amerika Yaponiyaning o'z asosiy qonuniga o'zgartish kirgizishini qo'llaganligi haqidagi xabarlar berildi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin mangulik tinchlikni maqsad qilib o'zi bosh bo'lib tuzdirgan asosiy qonunga Amerika nima uchun o'zgartish kirgizishga qo'shilib qoldi? Yaponiya asosiy qonuniga o'zgartish kirgizish degani asosiy qonunning 9-moddasiga qartilgan. 1945-yili Yaponiya urushda yengilgandan keyin 5 yil Amerika armiyasining boshqurishida turgan. Bu 5 yil davomida Amerika Yaponiyada demokratik sistemaning shakllanishiga turtki bo'lgan va tunji xalq saylagan hukumatga huquqni butunlay o'tkazib bergan. Urushdan kelgan tajriba saboqlarga asosan Yaponiyada mangulik tinchlikni saqlash va shundaqla dunyoda tinchlikni saqlashning namunasi bo'lish uchun Yaponiya asosiy qonunining 9-moddasi borliqqa kelgan. 9-moddaga asosan Yaponiyaning muntazam armiyasi bo'lish cheklangan. Shuning bilan bir vaqtda Yapon-Amerika tinchlikni qo'g'dash kelishimi imzolanib, Yaponiya va Yiroq Sharqni qo'g'dashni bo'lsa, Amerika o'z ustiga olgan. Undaq bo'lsa Yaponiya nima uchun asosiy qonunning 9-moddasiga o'zgartish kirgizmoqchi bo'lyotidi? Buning asosli sababi Xitoyning xirsidan bo'lmoqda. Xitoy bir partiyalik diktator tuzum bilan iqtisodiy jihatdan kuchaygandan keyin harbiy hozirliqlarini jiddiy kuchaytdi. Bo'libmi Tinch okeandagi ta'sir doirasini zo'raytmoqda. Buning bir misoli Xitoy Tayvanni hozirgacha o'z zimini hisoblab, uni har qanday vosita bilan o'z territoriyasiga qaytarib kelishda ching turmoqda. Xitoy Sharqiy Xitoy dengizida nurg'un sun'iy orollarni yasab, ustiga harbiy baza qurib, u territoriyalarni ochiq dengizdan ichki dengiz qilishga tirishyotidi va bu orollar orqali Tayvanni sharq tarafdan qismoqqa ilib, Yaponiyaga bo'lgan harbiy tahdidni oshiryotidi. Yaponiyani ansirtadigan nuqta shuki, Xitoy Tayvanni o'zining tarixiy zimini deb o'z territoriyasiga olgandan keyin shuning bilan to'xtab qolmaydi. Chunki Xitoyning Yaponiya bilan zimin talash tortishi bo'lib, Xitoy Yaponiyaning Senkaku orolini o'zining tarixiy zimini deb qaraydi. Tayvanni qo'lga olgandan keyin Yaponiyaning Senkaku oroli va uning bilan qolmay butun Yaponiya territoriyasiga ko'z tikishi mumkin. Xitoy davlatidan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgan yana bir omil bo'lsa, Xitoy hukumatining Xitoy davlat ichidagi Yaponiyaga bo'lgan tarixiy o'chmanlikni sun'iy holda kuchaytirishidan iborat bo'lmoqda. Xitoy hokimiyati o'zining hukmronlik o'rnini kuchaytirish uchun Yaponiyaning urushdan keyin toki yaqinqi yillargacha Xitoyga berib kelgan iqtisodiy va texnik yordamlarni Xitoy xalqidan butunlay yoshirish bilan qolmay, Yaponiyani bosqinchi sifatida kuchab tashviq qilish natijasida Xitoy xalqining Yapon o'chmanligi davomli yuqori kayfiyatda davom qilib kelgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hokimiyatining razil qiyofati bilan Xitoy xalqining safosiz qilmishlari bir gavda bo'lib uyushib, Yapon fuqarolarining Xitoyga o'ch kayfiyatini tarixdagi eng yuqori chekka yetkazgan. Undan boshqa yaqinda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishining Yaponiyaga bo'lgan ta'siri kuchli bo'lgan. Ukraina sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib, mustaqil davlat bo'lganda dunyodagi 3-cho'ng yadro davlat edi. Ukrainaning yadro qurollaridan voz kechishi badaliga 1994-yili Ukrainaning bexatarligiga Angliya, Amerika va Rossiya 3 taraf kepil bo'ladigan bo'lib kelishim tuzgan. Ammo Rossiyaning bosqichlarga bo'lib Ukrainaga qarashliq 2 parcha zaminni qo'lga kirgizib olishi va oxirida Ukrainaga bevosita qurolli hujumga o'tishi, buningga qarta Angliya va Amerikaning bergan va'dasiga tushliq bo'lmagan pozitsiyasi Ukrainaning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Ukrainaning beshiga kelgan bu reallik Yaponiya davlat ichida g'ulg'uli paydo qilgan. Agar Xitoydek bir kuchli davlat Yaponiyaga tajovuz qilganda qo'g'dash uchun tuzilgan kelishimlar qog'oz yuzida qolarmi degan ansirashlar tinchlik qonuniga o'zgartish kirgizishga qarshi avomning sonini yanama ozlatib, qo'llaydiganlarning ovozining kuchayishiga sabab bo'lgan. Agar 9-moddaga o'zgartish kirgizilsa, qanday bo'ladi va shundaqla Yaponiyaning muntazam davlat armiyasi qurish iqtidori bormi? Yaponiyada taxminan 140 ming kishilik muntazam
70 ming kishilik zapas qo'shin bor bo'lsa-mu, davlat armiyasi deb atalmasdan o'zni qo'g'dash qo'shini deb atiladi. O'zni qo'g'dash qo'shini bo'lsa, 1950-yil boshlangan Koreya urushi sababidan Amerika boshchiligidagi BDT birlashma armiya qo'mondonligining buyrug'i bilan Yaponiyaning burunqi dengiz armiyasining qoldiqini asos qilib qurilgan. Uning xarakteri bo'lsa, Amerika qo'shinlariga moslashib harakat qilishdan iborat. Masalan, orqa saf ta'minot yo'liga kapolatlik qilish degandek. Ammo Konkord urushga aralashmaydi. Agar qonunga o'zgartirish kirgizilsa, bu o'zni qo'g'dash armiyasi rasmiy davlat armiyasi bo'ladi. Yaponiyaning davlat mudofaa armiyasi va ministeri bo'lmasa-mu, o'zni qo'g'dash qo'shini bor bo'lg'achqa, davlat mudofaa chiqimi mavjud. Yaponiyaning davlat mudofaa chiqimi dunyoda 8-o'rinda turdi. Yaponiyaning iqtisodining asosi texnika va sanoat ishlab chiqarish bo'lg'achqa, har qachon harbiy qurollarni yasashga hozir. Masalan, Mitsubishi ig'ir sanoat guruhining o'zila eng yangi hujumchi aeroplan bilan yadro qurollarini yasashga texnika jihatdan har qanday vaqtda tayyor holatda. Shu sababdan Yaponiya o'z iqtisodiy va texnika kuchi bilan mustaqil va nihoyat ilg'or davlat armiyasi qurishga kuchi tamoman yetadi. Undaq bo'lsa, Yaponiya 9-moddaga qanday o'zgartirish kirgizmoqchi? Amaliyotda 9-moddaga o'zgartirish kirgizishga eng kuchayotgani hozirgi hokimiyat beshidagi Erkin Cumhuriyetchilar partiyasi hisoblanadi. 9-moddada 2 nuqta bor bo'lib, 1-nuqta qurolliq harakatni cheklaydi. 2-nuqta urush hozirliklariga yo'l qo'ymaydi. Oddiy til bilan aytganda, Yaponiya urushga kirmaydi va muntazam davlat armiyasi bo'lmaydi degandan iborat. Yaponiyada 9-moddaga bo'lgan o'zgartirish 2 xil uslubda aytilmoqda. Uning birisi 9-moddadagi 2 nuqtaga butunlay yozma o'zgartirish kirgizish. Shu orqali Yaponiyaning muntazam davlat armiyasi bo'lishini qo'lga keltirish va ehtiyojli bo'lganda urushga qatnashishga qonuniy asos yaratish. Yana birisi bo'lsa 9-moddadagi 2 nuqtani shu peti saqlab qolish va faqat bir qo'shimcha izohat qo'shib, bu izohat orqali shu 2 nuqtaning yashmasini kuchaytirish. Kengaytirilgan yashma ichida davlat armiyasi bo'lishni ishga oshirish va o'zni qo'g'dash uchun kollektiv mudofaa huquqini ishlatishga qonuniy asos yaratish. Erkin Demokratlar partiyasi yaqinda suiqasdga uchirgan sobiq bosh vazir Shinzo Abening yetakchiligida 9-moddaga yangidan qo'shimcha izohat berish orqali Yaponiyaning kollektiv mudofaa huquqini qo'lga keltirishga tirishib kelgan edi. Kollektiv mudofaa huquqi bo'lsa, BDT asosiy qonunining 51-moddasini ko'rsatadigan bo'lib, 2-dunyo urushidan keyin BDT rayon xarakterli zo'migarlikning oldini olish uchun xalqaro qonunlarning ramkasi ichida ma'lum rayondagi davlatlar birlashib zo'migarlikka, tajovuzchilikqa qarshi guruh bo'lib o'yishib, o'zini qo'g'disa va shu qo'g'dinishga qurolliq armiya bilan qatnashsa bo'ladi degandan iborat. Shu qonunga asosan NATO degandek rayon xarakterli harbiy tashkilotlar maydonga kelgan. Ammo 9-moddadagi cheklimlar tufaylidan Yaponiya bundaq kollektiv qo'g'dinish huquqini amliylashtirib olmay yurmoqda. Agar 9-moddada o'zgarish bo'lganda, kollektiv mudofaa huquqi degan modda qonunlashadi va Yapon tavalligi sirtidagi yerlarda Yaponiya urushga qatnashsa, qonuniy asosi bor bo'ladi. Yakun shuki, Xitoyning xirsi xalqaro munosabatlarga jiddiy o'zgarish olib kelmoqda. Xitoyning iqtisodiy jihatdagi yuksalishi dunyoga manfaat emas, balki muqimsizlik olib kelayotganligi haqidagi tushunchalar xalqaroda cho'nqurlashmoqda va amaliy tadbirlarning qo'llanilishiga turtki bo'lmoqda. Bu o'zgarishlarning konkret misolining biri dal Yaponiya asosiy qonunining 9-moddasiga o'zgartirish kirgizishga urinishi bo'lib hisoblanadi. Endi Amerikaning Yaponiyaning asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizishni qo'llashi uning Tinch okean strategiyasiga qaytib kelishi bilan zich munosabatlik. Amerika bo'lsa Xitoyning Dünya Savdo Tashkilotiga kirilish uchun bergan demokratiyaga mengish va'dalariga oldinib, Tinch okean strategiyasiga o'zgartirish kirgizgan edi. Ammo Xitoyning Abtibash yerisining ichilishiga ergishib,
Amerika o'zining Tinch okean strategiyasini qaytadan kuchaytmoqda. Amerika tarixdan beri Tayvanga bo'lgan qo'llashni bugünkidek aniq va amaliy elib borgan emas. Amerika Tinch okean rayonining muqimligini davomli saqlab turish va bu muqimlikqa bevosita tahdid bo'layotgan Xitoyga taqobil turish uchun kollektiv mudofaa huquqini ishlatishga ehtiyojliq. Shuning uchun o'ziga ishonchlik va shuningdek kuchli hamkorlashuvchiga ehtiyojliq. Yaponiya bo'lsa, tuzilmasi o'ziga o'xshash iqtisodiy taraqqiy qilgan ko'ngildagidek hamkorlashuvchi bo'lib, agar Yaponiya qonunini o'ngishli o'zgartirsa, Amerikaning yuki bu rayonda yengillab qolmay yana nihoyat kuchli bir yordamchiga erishgan bo'ladi. Yana bir jihatdan Tayvan hujumga uchirsa, Yaponiyaning bu rayonda qurolli harakat qilishiga yo'l ochiladi. Chunki Amerika davlat ichida urushdan saskinish xeli og'ir. Agar Amerika xalqi orasida bu qarshilik ustunlikni egilasa, Amerikaning Tayvanni saqlab qolishida va Tinch okeandagi strategiyalik ustunlikni saqlab tura olishida Yaponiya kuchli rol o'ynaydi.